Lavash xamiridan mazali ovqatmi, perekusmi, taommi, nima desangiz ham yeb qo'yadigan darajada mazali tayyorlab ko'rsataman. Uyingizda farsh bo'lsa, piyoz, bolgarskiy, sabzi hammasini solib yaxshilab qovurib olamiz. Pomidor va tuz va ziravorlarni solib yaxshilab dimlab qo'yamiz. Keyin esa lavash xamiridan shunaqa dumaloq shaklmi yoki to'rtburchakmi farqi yo'q, ichiga solib, o'zingiz xohlagan formada mana shunaqa qilib ichiga nachinkasini solib o'rab oldim. Nachinkasiga siz o'zingiz xohlagan sabzavotlarni solsangiz bo'ladi. Yana sir ham solsangiz bo'ladi. Men sir solmadim. Sir solsangiz yana ham mazali chiqadi. Keyin buni yaxshilab o'rab, ustiga tuxum bilan smetanadan suradigan nimasini tayyorlaysiz. Bitta tuxumga bitta qoshiq smetana solib yaxshilab aralashtirasiz. Hammasiga ustiga surib chiqasiz. Shu videoga like bosib obuna bo'ling. Kanalimga xush kelibsiz.